Hurmatli obunachilar, bitta Maloshniy svetidan, Nexia hamyon bopidan chiqib qoldi. Yili 2017 deyishmoqda. Puli arzon ama. Buni oxirida aytib o'tamiz. Yili 2017 yurgan prebegi 400 ming, 400 ming deyishmoqda. Kraskasi qanaqa aka endi buni? Etibet jinday borami? To'rttala o'rtacha yumshoq olondan ham charim. To'rttala, ha. Keling. Motor hadoydi shu xudo xolasa. Akileni gazda akkumulyatorlari yangi holatda, motor qismlari. Akela o'ta hamyon bopidan chiqib qoldi. Sizlar kommentariyada yozganlaringizdek avtomobilning ko'rinishi. 3 paketning gazi bor. Faqat ochiq salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ishga pult. Chuqur qilib qo'yilgan. Pullik yo'q, ko'ri tashab qo'yilgan. Xo'sh, barlari bor. Salonlar bir qator ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Orqada tonirovka bor ekan. Qismlari. Xolasa. Chunki bo'lmagan ekan-a. Gazlari. Zapaskilari bor ekan mana. Shularga butun ekan orqa tomonlar. Kelar. Maloshniy svetda. Bu Ravon ekan-a bu. Chevrolet. Euro. Ha, Euroga chiqqan ekan bu. Aka, nechta pul so'rayapsiz endi buni? Ha, hozir 3 ichki salonni ko'rsatyapti bir qator. Chuqurlar qilib qo'yilgan shu, originallar. Qo'liga quruq tashab qo'yilgan ekan qo'liklarni. Aka, qancha so'rayapsiz buni endi? Yengilroq aytasiz endi obunachilarga. 6800 dan, o Spark puliga Nexia 3. Ogelar mana hamyon bopidan topdim. 6800 demoqdilar. O'tib beramiz bunaqa. Aka, anaqa yo'q, masalan ajdaniya, barterlar ham bormi? Barter. Masalan puli ozroqlari bo'ladi. Kirish bosa beramiz demoqda. Qaysi raqamlar aloqa chiqish? 90lik 029. 90lik 029 70 da. Akalar kimga qiziq bo'lsa, marhamat aloqa chiqarasiz. Akalar navbatda esa Cobalt avtomobili oqidan, tanaqadan kraskasi top-toza deyishmoqda. Yili 2019, motor hadovoyda ish yo'q deyishmoqda. Texnik holati yaxshi, xudo xolasa. Oldi kapotini bitta shuni motor hadovoyni. To'rttala yumshoq, yangi o'rtacha bola, yangi gama bolalar, to'rtta rezing charim bolalar ekan. Akalar. Kraskasi top-toza deyishmoqda. Chunki bo'lmagan tonirovka bor. Bir qator ichki salonlari. Pult chuqur qilinmagan ama. Polik tashab qo'yilgan, polik quruq. Akalar. Barlari bor. Yurgan prebegini hozir so'raymiz, mana ichki salonlari. 2019 ama. Aka, yurgan prebegi qancha buni? 115 ming. 115 ming deyman. Gazi bor-a? Zapasga tushmagan ekan, gazlari bor. Qo'ydot ilinmayapti. Zaposi korоче bor ekan. Kraskasi top-toza deyishmoqda 2019. To'rttala yumshoq yangi balonni, tonirovka, ichki salonlarni ko'rdik. Kapot holati, ana motor holatlari, gazlari bor. Yangi akkumulyator. Bo'ldi aka. Buni necha pul so'rayapsiz aka endi? Chexol poli bor-a? Qo'shib beriladi. Yumshoq balon. Yumshoq, bitta yangi balon ekan. Ko'rsatdik mana. Bitta yumshoq yangi balonlar ekan. Necha pul so'rayapsiz aka endi? 400 dan hozir o'tib beraman. 9400 dan o'tib berasiz. Barter bor. Barter varianti barter bor-a? Barter bor. Ha, telefon raqamini aytib o'ring. 90lik 029. 90lik 029 70 da. Akalar, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasiz, akalar. Endi egalar unagandan ruxsat so'raganimiz, ruxsat berganlarda olamiz. Endi qimmat, arzon qarab surishtirib qilib olamiz. Endi kontent uchun emas, chin yurakdan olamiz. Xudo xolasa, videoda xato kamchilik bo'lsa oldindan uzr, like'larni bosib
obuna bo'laverasizlar. Aka, rahmat, sotilib ketsin. Tagisi 2014 deyishmoqda. Kraskasi jinni mashitda bor, aka, kapot bilan kirildi. Aka, Qanchalar bu? kraskasi. İşte krilo kapotda. Kirilo kapot. 2014 yili. 2014'da orta eshikli ham. Orqa eshikda ham bor ekan. Ammo gaz qo'yilmagan, benzin yurgan. 4 tala yumshoq balonda, rezinka balonda. Gaz qo'yilmagan. 40% kraska bor. 40%. Yurgan probegi qancha aka? 127. 127 ming. Shat salonlarni qator ko'rsataylik. Ha, salonlar yaxshi. Chexol poli qilib qo'yilgan, barlari bor. Magnitofon bor. Magnitofon bor, pult bor. Xudo xolasa, tonirovkasi bor. Orqa salonlari. Akalar, Holat yaxshi. holat yaxshi ekan, bir qo'l bilan ungan ekan akalarda. Mana gaz qo'yilmagan, zapaska, damkurat hammasi tayyor ekan, ha? Balonlar. Akalar mana chiqsin. Yurgan probegi necha dedi? 127 ming. 127 ming. Qancha so'raysiz aka buni? 7,5 ming o'tib beramiz. 7,5 ming. Ajdani, barter, marter. Naqdga, faqat naqdmi? Faqat naqd 7,5 ming. Sal o'tib berasiz nozgina, yiliga qaraganda sal. Telefon raqamini aytib o'ring aka. 93lik. 497 497 06 06 56. 06 56. Annex 3 ham bor ekan, ha? 20. 2020. 112 ming euro. 112 ming. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi toza. Kraska top toza, gaz, benzin, yonilg'is. Bor, balon bor. Yangi balon. To'rtta yumshoq yangi balon ekan haqiqatan. To'rtta yumshoq balon. Motor hadoidi shu. Ha, motorlar yaxshi. Akkumulyator yangi ekan. Akkumulyator yangi, ABS konditsioner hamma narsasi bor. Kraskasi top toza. Motorga diyo qarab qo'yilibdi ona. Kraska top toza ekan. 2020 yurgan probegi aka? 112 ming. Shunga bo'lmaydi, tonirovka Shunga bor. bo'lmagan. Ish qismlari pult bor, chexol bor, polik tashab qo'yilgan, bar bor. Akalar, magnitofonlari bor. Nexus 3. Pulini qancha so'rayapsiz aka buni? 8 ming o'tib beramiz. 8 ming o'tib berasiz. 2020 100 qancha yurgan? 12 ming, 112 ming. 112 ming yurgan. Metan gazlari bor, zapaslari bor, zapaska. Bor. Xudo xolisi. Zapaskalari bor ekan akalar. Kraska top toza aka deyishmoqda, gaz bor. Oyoqdan baraka topib demoqdilar, aka. Qancha dedingiz narxini? 8 ming o'tib beramiz. 8 ming o'tib beradilar. Bu naqdmi yo ajdani ham bu ham? Naqd bo'lsa-da. Ozmoz puli bo'lganga kelishaverasiz-a? Kelishamiz. Akalar ishda, kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamini aytib o'ring. 93lik. 93lik. 497 497 06 56. 06 56. Akalar ilojini barcha surishmoqdami? Endi egalari ham endi O'tib beramiz. nima o'tib beramiz deyishmoqda endi. Kelishtirib beramiz. Ilojini barcha arzonlardan topaman. Endi bilasizlar, qimmat toza mashina, komfortli mashina sal qimmatroq bo'ladi-da endi. Endi arzonlari odamni ish ketadi uni tuzaguncha, to'g'rimi aka? Shuning uchun arzonlardan ilojini barcha Generalniy bo'laveradi. ya'ni bo'laverar ekan. Aloqa chiqarasizlar akalar, kimga qiziq bo'lsa. Akalar, endi markalardan deganligi Hyundai Sonata 2022-yil rangi stalnoyga o'xshab ketar ekan, kul rangi o'xshab ketar. Yurgan probegi necha aka? 39 ming. Kraskasi top toza xudo. To'ptala yumshoq, yangi balonda, yevro uzun diskasida ekan. Akalar propanga ruxsati bor deyishmoqda, propani yo'qmi? Benzin. Bu ekonomishli bu ham, ha? Ha, ekan. Tonirovkalari bor. Ichki salonda bir qator beskunchoq do'sti bor ekan. Ichki salonlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bilasizlar, Enamark bir komfort, kayf. Bar qismlari polik tashab qo'yilgan ekan. Ichki qismlari. Voh, Enamark bir komfortnida. Akalar, mana yurgan probegi 39106 kilometr bo'pti. Akalar. Benzinda propan ruxsati bor demoqda, ammo propan o'rnatilmaydi. Propan ruxsati bor. Aka, qancha so'raysiz buni? 22 kami bor. Zapaskalari bor ekan, badam kurat kunish hammasi bor. Akalar tini holatda Hyundai Sonata, kraska top toza, o'ta ideal holatda. Hop, telefon raqam. Generalskiy bo'ladi.
generalniki bo'laradi. Respublik do'stlari hammasi bor. Generalni bo'ladi demo. Telefon raqamlarini to'g'ri yoki endi? Yangi qo'lgani bir 99 lik 326 8406 ozmos puli yetmay qolsa kelishaversa barter ne devo pevolaga yo'q asli nima qilaveradi naqdga ajdan ozgina bo'lsa puli borlar kelishaveramiz deyapti. Narxini aytib yumir qator. yangiroq Cobalt bo'lsa barter qilaveradi. Yangiroq Cobalt bo'lsa barter qiladi. 22 ming narxi. Ha 22 ming Kami bor deyishmoqda. Akalar kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Va yanada hozir bozorda egalari inomarkalar chiqibdi. Ruxsat berganlarda olib yanada qo'yib boramiz. O'zimiz nomimizda. O'zingizning nomingizda, o'z nomingiz. Akalar, navbatdagisi 10X 2023 kraskasi top-toza, motor hadod ish yo'q, to'rttala yumshoq yangi balonni deyishmoqda. Yangi charm baloni. Kraska top-toza, xudo xolasa. Yurgan probegi necha aka? 57 ming bo'ldi. 57 ming yurgan deyishmoqda. To'la. Xudo xolasa to'la shumka. Tonirovkalari bor orqa tomonda. Qimmat chexol, polik, oldilarda tonirovkasi bor edi, yechib tashladim aka. Aha, poliklar qilingan qada qimmat chexoldan tashab polik aka mana. Bu 10X nechinchi paytda 2mi? Ikkinchi paytda aka. Ikkinchi paytda bor. Ha, pakeleni gazlari. Pakeleni gazlari bor, xudo xolasa. Akalar, arzonroq beraman deyishmoqda. Propan ekana? Ha, pakeleni propani bor. Propan yuradi. Akalar, bu ekonomi ishnisi, benzin tanlamaydigan akalar. Tanlamaydi. Xudo xolasa bo'lsa. Pulini qancha so'raysiz aka endi buni? 11 ming deyapsiz aka, bo'ladigani 10,5 ming. Bo'ladigan 10,5 ming. 10,5 ming. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, bo'laveradi. ha, bank barter ajdani, Bu yoq qilib kelishaveramiz. bank barter ajdani kelishaveradi. Telefon raqamini to'g'ri? 33 lik 33 lik 593 593 0304. 0304. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, marhamat aloqa chiqarasizlar. Aka, rahmat, sotib. O'nsa ham bor aka, qo'ysiz. Ha, Nexus 3mi? Ha, Nexus 3 ham bor. Nexus 3 yili nechi? 20. 2020. Kraskasi qanaqa aka buni? Bitta orqa krilo chizig'i pastida bor. Orqa kriloni chizig'ini pastida. Oldilari zo'r. Simulyator yangi motor. Ketma ham yo'q. Motor hadoli, xudo xolasa zo'ra. Kulish demagan hech qayerga. Ishlamagan. 2000 nechilik? 20. 2023. Yurgan probegicha. Shumka bo'lgan ekan, to'la. Kraskalar bor. Allo. Assalomu alaykum. Chexollari bor. Polik tashab qo'yilgan. Akalar, ichki qismlari bo'lari bor. Tana holatda ekan mana. Tana holatda ekan. Shumka to'la shumka bo'lgan ekan bu ham. Kraskasi ozgina mana shu orqa tomonda ozgina petnochasi bor deyishmoqda. Mashina qismi. Akalar. Yurgan probegi necha aka buni? Yurgan probegi. Bo'ldi, hoji aka, telefon qo'raman. 127 ming. 127 mingga. Pulichi? Pulichi olsam 8 mingga beraman. 8 ming o'tib berasizmi? Ha, bo'ladigan. Bu naqdmi ajdani barter bo'ladi bu ham. Kelishaverasizlar. Telefon raqamini aytavering. 33 lik 593 0304. 593 100 ming beraveradi. Akalar, telefon aloqa chiqarsa, kimga qiziq bo'lsa, arzonlarda ilojini bericha qo'ldan kelgancha yo'sinkalarimiz davom ettiramiz. Rahmat aka. Akalar, navbatdagisi Orlando 2014 Mokra asfalt Sovetda. Kraskasi qanaqa aka? Mana shu uchida petno bor. Ozginacha petno bor shu yerda. To'rttala yumshoq o'rtacha yangi balonda, o'zini diskasida. Yonilg'ich qanaqa? Benzin, gaz bor aka? Propan. Motor hadoidi shu, xudo xolasa. O'tatani holatda, oldi kapotlari. Oldini aka bitta ko'rsatib qo'yaylikmi? Shuni ochib bitta ko'rsatib qo'yaylik. Ocha olmadim men. Yangi. Xudo xolasa motorga qarab qo'yilibdi. Ichki salonlarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Andijon avtotek xizmatga akalar. Salonlar akalar. Yaxshi. Trekker 10 kishilarga mana shofir ochilgan. Trekker Salafan ekan, orqa tonirovka bo'lmagan. 50% to'laysiz. Qolgani 30 oyga bo'lib to'lash bilan. Akalar orqa tomonda. Foizi yo'q. Bilasizlar, buni shinavandalari bor. Akalar, Mana vizitga kartikalarni olamiz. chiqaverasizlar aloqaga, shinavandalariga.
Andijon avtobek xizmati. Hozir narxini so'raymiz. Cheklangan jamiyati. Kelinglar. 1-2 yil o'yinchilar. Cho'plar ochilgan. Aksiyalik. Aka, yurgan prebegi qancha edi? Yurgan prebegi? Ha? 190. Qanchada o'tsiz? Hech qanaqa Qancha so'rayapsiz aka? protsenti yo'q. Kelinglar akalar. Mana bizga Hozir odam bosib ketdi-da. Aka, qancha so'rayapsiz endi? Puli? 1.5. 1.5 yaqin. Telefon raqamini aytavering. 97 472 65. Akalar, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Arlondon qanaqadan? olinglar.